yechilmaydi, tepadan yechilmaydi, pastdan yechiladi. Bunday qilmaslikcha. Orqasini ko'rsatdimmi? Yo'q. Yechmay. O'zim bog'lab qo'yaman. O'zim bog'lab qo'yaman. O'zi illa chilayimga har kuni bog'lasam. O'zim bog'lab qo'yaman. Shuni yechibdi, bo'ldi. Yo'q. Tere. Yechmayman. Если б я был султан, я б имел 3 жен, и тройной красотой был бы окружен. Но с другой... Keldingiz ketaman deyapti mana. Ketasanmi? Sen seni bekordan bekor urmanmi? Ben seni bekordan bekor urmanmi? Ha? Ben şu bugün nima dedim peşinden chiqib ketayotgan joyni beyingga gapirmadingmi? Telefonni berma dedingiz aya. Men bunga kechadan beri yaxshi gapiryapman. Xudo ursin. Xudo ursin aya tepadan xudonga turibdi. Bu yaxshi gapirdim. Telefonni berdim. Ayanglar gapirmadi, peshinga ketdim. Ayasi bilan gapiribdi bu ayat. Men 25 minut bo'ldi keldim. Taqillatdim, ochmaydi. Qo'limga kim nima qilay aya buni men aya? Nima qilay? Ben şiirgacha olingan. Men şiirdan kelgan. Boshda tarafim suyagini polay yo'q. Hali ham Allohning qudrati ekan. Kechalar tahajjud o'qiganlarimni to'xtamay joynimizda turib Allohdan so'raganimni yashash uchun kurashib o'ziga keldim. Bu akani o'rinlarga o'zingizni qo'yib ko'rib, hamma joyi sog' bo'lganiga shukr qiling. Birinchi o'rinda so'raydigan narsam shu. Akasi bilan chiqib shu mashina yuvib kelamiz deb hafta halokatga uchragan. 99-yil o'lim. Voqea joyida olamdan o'tdi. 5 oyda boshida mana 9 marotaba operatsiya bo'lgan. Ovqatlanish qanaqa katta ne'matligini hozir mana shu akamiz orqali sizga bitta ko'rsatib bermoqchimiz. Ovqat shu yerdan berasiz? Ha, mana shu yerdan beraman. Suvda ham unaqa qo'yib ichadi. Shunda oshqozonlarga bu ovqat yetib boryapti-da. Ha, mana shu yerga mana oshqozon bu ham mana bunaqa bu qonli ko'p yil qo'yilgan ham biri. Ovqat chiqib ketyapti bu yerdan ham. Bergan ovqatimiz keyinroq chiqib ketadi, yutalsa. Mana shunaqa qilib ovqatlantiramiz balam. Qo'llarini ham mana chaqaloq qanday bo'lsa shunday. Hech kim farzand o'g'lidan kiymasin balam. Balam uchun to'xtovsiz kurashyapman, to'xtovsiz. Ehson qiladigan yaqinlaringizga mana shu videoni tashiysiz. Dalolat qilasiz. Sanam ehson qil, ey inson. Agar sen shu holatda bo'lganingda nima qilarding? Shukrki seni holating sog'lom. Mana shu shukr haqqini ado etish uchun ham yordam berib, ehson qilish qo'lingizdan kelmaydimi? Mana shu shukr haqqini ado etish uchun ham yordam berib, ehson qilish qo'lingizdan kelmaydimi?